Bu mavsum yozgi transferlar oynasida bir qancha futbolchilar erkin agentga aylanishadi va ular katta ehtimol bilan o'zining klubini o'zgartirishi kerak. Va hozirdanoq bizni yozda dahshatli transferlar kutib turibdi va bugungi videoda biz shulardan top 5 tasini ko'rib chiqamiz. Bugun bizada top 5 rubrikasi va bugungi videoda biz yozgi transferlar oynasida kutilayotgan top 5 ta transferlarni ko'rib chiqamiz. Siz esa videoni boshlashimizdan oldin hoziroq o'tib like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa endi sekin boshlasak ham bo'ladi. Husan Sport YouTube kanali va siz videoga like bosib qo'ying hamda kanalga obuna bo'ling. Biz esa sekin boshlasak ham bo'ladi. Va demek bizada 5-transfer bu Alexandro Bastoni Interdan Barselonaga o'tishi mumkin. Alexandro Bastoni Barselonaga o'tishi mumkin. Sababi futbolchi bilan klubni o'zi allaqachon kelishib bo'lgan va endi Barsa ham Inter ham bir-biri bilan kelishib olsa, transfer tez orada o'xshashi mumkin. Barselona Bastonini olishdan asosiy maqsad bu himoyasi sustligi. Barselona so'nggi yillarda Chempionlar Ligasidan erta tark etayotganining asosiy sababi ham shu markaziy himoya. Qolaversa, bu mavsumda Inigo Martinez jamoani tark etganidan so'ng Barsa'ning himoyasi ancha va ancha kuchsiz bo'lib qolmoqda va bu mavsumni boshdan to mana shu oxirigacha sezilib keldi. Va agar mana shu transfer o'xshasa, Barsa'ning tarkibi sezilarli darajada kuchayadi va Bastoni bu mavsum Inter safida 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi va 3 ta gol urdi. Eslatib o'taman, u markaziy himoyachi. 4-transfer Eduardo Camavinga Real Madriddan Liverpoolga. Realning Chempionlar Ligasidagi so'nggi Bavariyaga qarshi o'yinda Eduardo Camavinga shunchaki hamma yoqni rasvo qilib tashladi va so'nggi 2 yillardan beri u o'zining formasini ko'rsata olmayapti. Jarohatlar va ko'plab muammolar sababli. Qolaversa, Real Madrid muxlislari ham Camavingani klubni tark etishni istamoqda. Sababi La Ligada Mallorcaga qarshi o'yinda ham 2 ta gol aynan Eduardo Camavinga sababli bo'lgan edi. Agarda Liverpool haqiqatan ham jiddiy qiziqish bildirib taklif yuborsa, bu mavsumning o'zidayoq transfer amalga oshishi mumkin. Qolaversa, Liverpoolda Jordan Henderson ketgandan beri yarim himoya bo'shashib qolgan. Gravenberch esa ba'zida yaxshi, ba'zida yomon o'ynaydi. Liverpool 50 million yevro evaziga Camavingani jamoaga olib keladi, agarda yangi murabbiy bunga qarshi chiqmasa. Va bizda 3-transfer bu Atletico Madrid strikeri Julian Alvarez Barselonaga o'tishi mumkin. Julian Alvarezning Barselonaga o'tishi haqidagi mishmishlar hozirda juda ko'p tarqalgan bo'lsa-da, kataloniyaliklar uni hujumni kuchaytirish uchun asosiy nishon sifatida ko'rayotgani aytilmoqda va taxminiy transfer narxi 70-90 million yevro atrofida baholanmoqda. Biroq lekin Atletico Madrid futbolchini sotishni istamayotgani bor gap. Barselonaning moliyaviy muammolari hali ham to'liq hal bo'lmagani va boshqa hujumchilar variant sifatida ko'rib chiqilayotganligi sababli bu transfer hozircha aniq emas. Hatto futbolchining agenti uning Barselonaga ko'chishi haqidagi ayrim gaplarni rad etgan bo'lsa-da, Alvarezning o'zi kelajagi haqida eshikni yopmay, hammasi yozgi transferlar oynasiga bog'liq ekanligini bildirib o'tgan. Bizada 2-transfer Khvicha Kvaratskhelia PSJdan Arsenalga. Khvicha Kvaratskhelyaning Arsenalga o'tishi haqidagi mishmishlar hozircha juda kuchli emas va ishonchli manbalarda u Arsenalning asosiy transfer nishonlari ro'yxatida tilga hozircha olinmayapti. Chunki klub 2026-yil uchun asosan chap qanot hujumchisini qidirayotgan bo'lsa-da, ular ko'proq boshqa futbolchilarni kuzatayotgani ham aytilmoqda. Shu bilan birga Khvicha Kvaratskhelia hozirgi klubi PSJda muhim o'yinchi hisoblanadi va uni sotish oson emas. Transfer narxi juda yuqori bo'lishi mumkin hamda klub
uni qo'yib yuborishga shoshilmayapti. Shuning uchun bu transfer hozircha Realdan ko'ra ko'proq taxmin darajasiga borib qolmoqda va agar Arsenal jiddiy qiziqsa ham bu transfer faqat yozgi transferlar oynasida va katta summa evaziga amalga oshishi mumkin. Bizda birinchi o'rin Rodri yoki Enzo Fernandes ikkalasi ham Real Madridga o'tishi mumkin. Yozni eng katta intrigasi Real qaysi yarim himoyachini olishida bo'lsa kerak. Luka Modric va Toni Kroos Realni tark etgandan keyin jamoaning statistikasi umuman tushib ketdi. Ularni o'rnini to'ldirish uchun Florentino Perez 2024-yilgi oltin to'p sohibi Rodrini jamoaga olib kelishi mumkin. Futbolchining o'zi ham Madridga qaytishga qarshi emasligi haqida gapirib o'tgan edi. Qolaversa Pep Guardiola agar qaysidir futbolchi jamoadan ketmoqchi bo'lsa, uni ushlab qolmaydi. Legna Raul Vallerar xabar berishicha, Rodri Real Madridga o'tmasligi ham mumkin. Lekin Madrid APLning boshqa bir yarim himoyachisini ham qo'lga kiritishi mumkin. Enzo Fernandesga argentinalik futbolchi so'nggi intervyusida Madridda yashash uning orzusi ekanligini eshitgach, Real bu transferga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Real Enzo uchun 120 million yevro ajratishga ham hattoki tayyor. Lekin Chelsea bu o'yinchini sotmasligi mumkin. Lekin agar Enzoning o'zi bu transferning ustida qattiq turib olsa, Chelsea'ni sotishdan boshqa iloji ham qolmaydi. O'zi Real Madridga qaysi yarim himoyachi ko'proq mos keladi? Rodri yoki Enzo yoki balki umuman Vitinha? Fikringizni izohlarga yozib qoldiring. Xo'sh, qani, sizga bu rubrika, bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying hamda kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz bilan video davomida Husan bo'ldi. Husan Sport kanalida bo'ldingiz. Videoga yana bir bor like bosib qo'ying hamda obuna bo'ling va do'stlaringizga ham bu videoni iloji bo'lsa yuborib qo'ying va kommentariya yozib qo'yishni unutmang. Siz bilan Husan bo'ldi. Videoga like bosing yana bir bor va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Chunki biz har doimgidek video davomida aytadiganimdek yozgacha 5000 ta bo'lishni maqsad qildik. Shunga hoziroq o'tib obuna bo'lib qo'ying. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.